Damda urug'chilik va Milliy gen bank laboratoriyasi tajriba maydonida g'alla o'rim yig'imi qizg'in davom etmoqda. Seleksioner olimlar tomonidan tizimli olib borilayotgan tadqiqotlar doirasida joriy yilda muhim bosqichlar amalga oshirildi. Birinchi oila uchun 34 ta istiqbolli nav ekib yetishtirildi. Ikkinchi oila uchun 32 ta g'alla navi parvarishlandi. Urug'likni ko'paytirish yo'nalishida 40 ta navning urug'lik zaxirasi ko'paytirish ishlari olib borildi. Ushbu ishlarning amaliy ahamiyati shundan iboratki, ilmiy tadqiqot ishlari kelgusida seleksioner olimlarning olib borilayotgan ishlariga zamin yaratiladi. Undan tashqari respublikamizda yetishtirilayotgan g'alla ekinini yetishtirishda sifatli urug'liklar yetishtirib beriladi. Ya'ni respublikamizdagi dehqonlar, fermer xo'jaliklari klasterlarga sifatli va elita toifasiga kiruvchi urug'liklar bilan ta'minlash ishlari olib boriladi.